Keyingi harfimiz vav. Va bizning tildagi vovdan farq qiladi. Ikki labdan chiqadi. Ikkala labimiz oldinga qarab chiqadi va orasida ochiq joy qolib, ana o'sha yerdan havo chiqishligi natijasida vov chiqadi. Bizning tildagi vov esa tepa tishimiz bilan pastki labdan chiqadi, v bo'lib. Va, vi, vu, av bo'ladi bizning tildagi vov. Katta farq qiladi. Buni yaxshilab ajratib olishlik lozim. Yaqqol namoyon bo'lib qoladi. O'qiyotgan paytda ikki labimizdangina vov chiqishi kerak. Mana talaffuz qiladigan bo'lsak, va, vi, vu, va, vi, vu emas, balki va, vi, vu, av, av emas. Ayni paytda av ham emas, bunda haligi o'tgan rahova degan, ya'ni sirg'aluvchi degan sifatimiz bor. Bir muddat uning sirg'alishi bilinish kerak. Av, rav, rav bo'lib qolmasin. Ro yo'g'on, va sirg'aluvchi. Rav, nav, lav, varom. Ro yo'g'on. Shuning uchun vav ham varom bo'lib yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli bor. Shundan ehtiyot bo'lamiz. Va ingichka, ro yo'g'on. Varom. Ayni paytda mimning bayniyasi va g'unnasi bilinishi lozim. Vatar. R yo'g'on, vator bo'lib t ham yo'g'on bo'lib qolishligi kerak emas. Va ingichka, ta ham ingichka, ro dagina yo'g'onlashamiz. Vatar. Ayni paytda ta'ni ingichka qilaman deb r ham vatar bo'lib qolishligi kerak emas. Vatar. Va ayni paytda bayniyasi ham bilinsin. Vatar bo'lib yopishib qolishligi kerak emas. Vaman. Bunda ham nada bayniya bor. Vaman bo'lib qolmasin. Vamallam, vamal deyish holatlari uchrab turadi. Sal ingichkaligini bildirishlik kerak, chunki vav istifola harflaridan. Vaman, valan, valan bo'lib qolmasligi kerak. Valam, valam emas. Valam, buni ko'proq mashq qilishligimiz kerak, chunki va ga o'rganib qolish holati uchrab turadi. Shuni yo'qotishligimiz uchun, to'g'ri talaffuz qilishligimiz uchun mana shu harfning o'zida tuzatib olinsa, Qur'onga tushganda osonroq bo'ladi. Valam, vakam, avlu. Mana bu yerda e'tibor beradigan jihatlarimiz av rahova sifatini bildirib sal sirg'altirib turishimiz kerak. Avlu deb o'tib ketsak bo'lmaydi. Va ayni paytda avlu bo'lib qolish ehtimoli bor yoki avliu bo'lib ham ingichka qilaman deb ingichka qilib yorishlik kerak emas. Avlu, rawmu. Ro yo'g'on, va'ni sirg'altiramiz. Mu bo'lib dimoqda bo'lib qolmasligi kerak. Mimning o'zi g'unnada chiqadi, zammasi og'zimizdan chiqadi, dimoqdan emas, burnimizdan emas. Rawmu, yawmu. Mana bu ham ko'p kerak bo'ladi. Masalan, maliki yavmiddin deb o'qish holatlari uchrab turadi. Yavmiddinda va o'zbekcha chiqib qolayotgan bo'ladi, o'zimizning tildagi vav. Balki yawmu deb labimiz vovni to'liq to'g'ri talaffuz qilishligi kerak. Yawmu shu yerda tuzatsak, demak maliki yawmiddin deb vovni to'g'ri talaffuz qilamiz. Kaunu, bu ham yawmuga o'xshash. Kaunu, vaylu, yada sirg'aluvchi rahova sifati bor. Vaylu deb tez o'tib ketib qolmaymiz. Ayni paytda lomni aytib o'tdik, lu ham, lu ham emas. Vaylu, vaznu, zada demak jarang sifati bor, sirg'aluvchi sifati bor. Tajvid tilida jahr rahova deyiladi. Vaznu deb o'tilmaydi, balki vaz bildirib vaznu deb talaffuz qilinadi. Ayni paytda vo bo'lib qolishligi kerak emas, nun bo'lib dimoqda ham chiqmasligi kerak. Vaznu bo'lsa bo'lmaydi. Shunday xato uchrab turadi. Nun nni g'unnasi zammaga ham ta'sir qiladi. Yo'q. Vaznu. Nun boshqa, nu boshqa.
Vaznu. Kavkab. Kavkab deb o'qilmaydi, balki kav. Ayni paytda vovni labimizda zamma ko'rinishda qilishlik uchun kofdan boshlab fathani yo'g'on qo'yish holati uchrab turadi. Kavkab bu qolishlik ehtimoli bor. Shuning uchun ka ingichka, keyin labimiz vovga qarab chiqadi. Kavkab. Mawkib. Mawkib. Awlamtum. Awlamtum. Avlamtum bo'lish kerak emas. Aw bo'ladi. Bir oz sirg'alish raxova sifati bilinadi. Lamtum ikki m ham bir xil talaffuz qilish kerak. Avlamtum deb o'qilinmaydi yoki avlamtum deb ham qo'yilmaydi yoki avlamtum ham deyilmaydi. Balki avlamtum, avtartum, av sirg'altiramiz. Tor bo'lib qolmasin, ro bu yerda yo'g'on bo'ladi. Oldi fatha bo'lganligi uchun ta ingichka, tar. Avtartum bo'lib r ingichka ham bo'lib qolishligi kerak emas. Avtartum mimning bayniyasi bilinadi. Tum bo'lib roni yo'g'oni bilan t ham yo'g'on bo'lib qolishligidan ehtiyot bo'lish lozim. Avtartum. Bir chetdan bir o'qiymiz. Va vo deyilmaydi, shuning uchun pastda aytib o'tdik. Vo emas, balki va. Vi. U. Aw. Raw. Naw. Law. Waram. Watar. Waman. Walan. Walam. Wakam. Awlu. Rawmu. Yawmu. Kawnu. Waylu. Waznu. Kawkab. Mawkib. Awlamtum. Awtartum. Demak, bugungi amaliy darsimiz mana shu lom va vov harfidan iborat. Buni ayrim o'quvchilarimiz bir taklif bildirishgan edi. Labining ham o'zgarishi ehtimoli bo'lgan joylarda bir ko'rsatib aytib bersangiz degan takliflar bo'ldi. Shuning uchun masalan mana bu yerda kavnu deb o'qiganimizda labbi o'zgarishiga e'tibor beramiz. Masalan kavnu, mana kavnu bo'lib kav vovni talaffuz qilganimizdan keyin nu bo'lib zammada qolib ketish kerak emas. Kavnu, nu, ni qanday talaffuz qilsak, shuni talaffuz qilib keyin zammaga o'tsak, sifati mukammal chiqadi, ham chiroyli chiqadi. Kavnu yoki yawmu ham xuddi shunday. Yawmu bo'lmaydi, yawmu balki yawmu mani etib keyin uniga ko'chamiz. Yawmu. Mana vni talaffuz qilayotganimizda mana labimiz mana shunday cho'chayish kerak bo'ladi. V. O'zbek tilidagi, ya'ni o'zimizning tildagi v bo'lib chiqadi. Va, vi, vu. Qur'on tilidagi v esa ikki labdan va, vi, u, au mana shunday talaffuz qilinadi. Au. La da ham masalan mana shu til deb oladigan bo'lsak, bu chetidan bu chetigacha demak lomni mahraji dedik. Mana shu to'la yoyilishi kerak tanglayimizga. Shundan keyin lomni haligi sifatlari ham to'la chiqadi, bayniyalik sifatlari. Va kuzatilishi mumkin bo'lgan xato lu, mana lni aytib keyin uni aytishimiz kerak. Lu, lu oldin zamma qolib labimizni keyin lni talaffuz qilsak sifat mukammal chiqmaydi. Lu yo'q, balki lu.
Masalan, lam, lum deganimizda ham mana lum lni aytamiz, keyin zamma qilib lu, keyin m da yana joyiga qaytsa lum bo'lib m da ham zammada qolib ketish kerak emas. Lum, balki lum mana shunday talaffuz qilinadi. O'zgarish mumkin bo'lgan holatlar mana shu. Keyingi darslarimizda yana